Germaniyada Ramazon oyida bir ruhoniy uyiga yaqin fabrikada ishlaydigan turk ishchilarini iftorlikka chaqirdi. Ba'zi ishchilar uzrli bo'lgani uchun qabul etmadilar. Ba'zilari ruhoniyni xafa qilmaslik uchun taklifni qabul qildilar. Iftor vaqti mehmonlarni ruhoniy qo'lida Qur'oni Karim bilan kutib oldi va ularni yoniga kelib, "Men Qur'on eshitishdan katta zavq olaman. Iltimos, biringiz o'qisangiz men tinglasam" dedi. Ruhoniy Qur'oni Karimni stol ustiga qo'yib oshxona tomon yurdi. Bu orada o'rtaga sovuq sukunat cho'kdi. Hamma bir-biriga umid bilan boqardi, ammo hech kim Qur'on o'qishni bilmas edi. Oralardan biri: "Ey, ishimizda birontamiz Fotihani bilarmiz. Qur'onni ochib Fotihani yoddan o'qiyversin. Ruhoniy qayerdan bilardi buni?" dedi. Ulardan biri Qur'onni o'rtasidan ochib Fotihani o'qiy boshladi. Shu asnoda ruhoniy xonaga kirarkan qarasa, Qur'on o'qish boshlanibdi. Ko'rdiki, kitobning o'rtasidan ochilgan. Yaqin kelib bir daqiqa: "Sen Qur'on o'qimayapsan, chunki o'qiyotgan surang Qur'onning boshida", dedi-da so'zida davom etdi. "Aslida men sizlarni bu yerga nimaga chaqirdim? Qanday qilib 6 asr adolatda dunyoda hukm yuritgan Usmonlining nevaralari bugun bizga xizmatkor holiga tushdi degan savol qiynar edi. Savolimga esa javobni sizlardan oldim. Rahmat. Sizning ajdodingiz Usmonli diniga mustahkam bog'liqligidan dunyoga hukmdor bo'ldi. Sizlar esa Qur'ondan uzoqlashdingiz va bugun xizmatkor holiga tushdingiz. Bugungi xorligimiz sababini o'ylab ko'rish vaqti yetgandir."